Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan e'tibor berilmaydigan lekin ko'p uchraydigan narsa haqida gapiramiz. O'zimiz ham juda to'polon bo'lib ketdi bu doktorlar orasida bu bemor. Ya'ni ikkala qo'lda davleniyani har xil bo'lishi. Ko'pchiliklar ko'rgansizlar, ikkala qo'lda davleniyani har xil bo'lishi. 10 gacha qo'lda, 20 gacha oyoqlarda farq qilsa to'g'ri, lekin ondan oshgani kasallik deb o'sha studentlik davridan o'qib kelganmiz. Mana shunaqa kasallik ko'p ko'ramiz. Bemorda o'ng qo'llarida 110, chap qo'llari 160 tasavvur qilyapsizmi? 50 farq qilgan bemorda ularni nima qilinadi? Birinchi o'rinda Doppler. Shu bo'yin tomiri oddiy uzi, beziyon bo'lgan Doppler tekshiruv o'tkaziladi. Unda nima ko'rsa bo'ladi? Oddiy mana studentskiy narsa. Bu yuqori arteriyasi qarang. Qizil tagidan ketgan pazonishlar arteriya mutlaqo ko'karib qolgan. Ko'rdingizmi? Ikkalasi ham bir xil, chunki yo'nalish bir xil, miyaga qarab ketayotgani uchun ikkalasining ham yo'nalishi bir xil bo'lgani uchun bitta rangda bo'lishi kerak. Yo bu qizil, bu ham qizil, yo bu ko'k, bu ham ko'k bo'lishi kerak. Endi mana nastroykiga qarab. Chunki bu ikki xil, ko'rdingizmi? Mana bu birinchi segmentida. Uni tasdig'i mana o'sha pazonishlar arteriyada vertebralisi pastga qarab ketgan. Qon oqimi, ya'ni retrograd ketyapti. Yuqori arteriyasining so'nggi to'g'riga qarab ketyapti, antegrad deydi. Mana endi ikkinchi segmentda ham xuddi shu ahvol. Mana yuqori arteriyasi qizil, ya'ni miyaga qarab ketyapti. Umurtqa pog'onasining arteriyasidan nabrot orqaga ketyapti. O'shuning uchun buni rangi ikki xil bo'lib qolgan. Bu vena emas. Vena to'g'ri ko'k ko'rinadi, lekin chunki yo'nalish boshqa bo'lgani uchun. Buni arteriya xuddi shunaqa yo'nalishi o'zgarib qolgan. Xo'p, endi mana biz nima qildik? Boshini topdik, o'sha pazonishlar arteriya, podkushniy arteriyadan, shu arteriya subklaviyadan oladi, o'ng tomondagisi. Mana shuni uchini topdik. Mana bu yerda yog' bosib qolgan, lekin yopmagan tomirda. Mana bu yerda ham retrograd qon oqimi mana bazaldan pastga qarab ketyapti, retrograd, ya'ni qon orqaga ketyapti degani. Podkushniy subklaviyadan mana tepaga qarab ketyapti qon. O'sha topilgan yog'ni bilashgan razmeri, diametri. Bu yana o'sha tomirning videosi, podkushniy olingan joy pazonishning. Bu aslida qon tepaga, mana subklaviyadan qon tepaga yurishi kerak. Bu bemorda tasavvur qilyapsizmi, orqaga qarab ketyapti qon. Mana ko'karib ketyapti, ko'ryapsizmi? Bu tushyapti qon baqa, ketayotgani yo'q. Nabrot bo'lishi kerak. Nabrot qon aylanib turib, shu kurukdan pastga qarab tushayotgan bemor. Juda ham bir qiziqarli holat. Buni Still sindrom deyiladi. Yevropa adabiyotlari, Amerika adabiyotlarida Still sindrom deyiladi bu. Ya'ni tomir qasdida yopilib qolish hisobiga qon o'tmasdan aylanib tushadi. Mana shu o'g'irlash sindromi ham deyiladi. Qon o'g'irlash sindromi ham deyiladi. Afsuski bu MCK'da tekshiruvimizda nimagadir buni tasdig'ini topmadi, lekin Doppler baribir o'zini gapini aytadi. Bu yerda tomirlar